davomida o'qishni, yozishni, hisoblashni, eshitishni, gapirishni o'rgandik. Mana shu 4 yil davomida ustozlarimizga rahmat aytamiz. O'zingni dil so'zlaringni she'rda aytib ber, xo'p? Chiroyli, to'g'ri o'qiysan. O'qi. Sunnat, biz yakka mashg'ulotda nimalarni o'rganamiz? Biz rahmat. Biz 4 yil davomida o'qishni, yozishni, eshitishni, to'g'ri gapirishni o'rgandik. Bugun o'qituvchilarimizga o'zingni dil so'zlaringni aytib berasan, xo'p? Biz yakka mashg'ulotlarda nimani o'rgandik? Nilufar, ustozlarga o'zingni she'ringni, atagan she'ringni o'qib berasan, xo'p? Chiroyli qilib o'qib ber. Rahmat. Nilufar, ustozlarga nima deymiz? Sizlarga sening isming nima? Yo'q, men. Sen 4 yil senga o'qituvchilaring ta'lim, tarbiya berishda bizni o'qishni, yozishni, hisoblashni, eshitishni o'rgandik. Endi sen hozir barcha ustozlarga rahmat deysan, aytamiz ikkalamiz. Kel. Barcha Shahzoda, biz yakka mashg'ulotda eshitishni, to'g'ri gapirishni, ustozing bilan birga yozishni, o'qishni, hisoblashni o'rgandik. Bugun ustozlaringga chiroyli qilib o'zingni dil so'zlaringni aytib berasan, xo'p? Seni isming nima? Familiyang nima?
Biz yakka mashg'ulotda nimalarni o'rganamiz? Молодец. Ustozlarimizga she'r o'rgandik. Chiroyli o'qib ber. O'qib ber. Siz